Assalomu alaykum, radnoylar, yaxshimisizlar? Tong hammaga xayrli bo'lsin. Bu videoyimni men klientskiy bazasi bo'yicha aytmoqchiman. Klientlarga qanaqa uslubiyalar qilib berayotganini gapirmoqchiman. Klientlarga 50% chegirma beryapti. 50 ming yursa 25 ming so'mni qaytib tashlab beryapti. Faqat kartadan. Karta ulangan bo'lsa, naqdda o'tmaydi u, bonus o'tmaydi. Maza qilib yuribdi studentlar. Ko'p student, 80% odam student yuribdi, maza qilib, lekin mashinalar ham почти hammasi kontingent, yaxshi mashinalar kelyapti, biznes mashinalar kelyapti, elektralar va samom. Bor endi Gentra bor, Cobalt, Sparklar ham bor. Lekin asosan yaxshi mashina kelyapti. Ulaninglar, maza qilib taksida nima? Предложение yozasizlar, skachat qilib olasizlar Play Marketdan. Faqat kodini kuchinglar kerak bo'ladi. Hammaga har xil beradi. Kodni bir xiliga bir kunda, bir xiliga bir hafta har xil beradi. 3700 dan keladi. O'sha 3700 dan kodni terib, keyin kirib ketasizlar. Bo'ldi. Maza qilib yurishdi klientlar. Bosinglar, zo'r bo'lyapti. Rahmat hammaga. Like, podpiska esingizdan chiqmasin, sog' bo'lasizlar. Kuzatib boringlar, men qo'yib boraman iloji boricha. Nima savolinglar bo'lsa, yozib nima qiziqtirgan savol bo'lsa qoldirsanglar, men harakat qilaman javob berishga, yoritib borishga. Valibris bo'yicha. Rahmat hammanglarga.